Bugungi mavzuimiz ham aslida ikki fraksiya haqida gaplashishni qaror qildik. Sababi o'sha videodan keyin juda ko'pchilik savollar bilan chiqa boshlashdi, qiziqib. Asosiy savol o'sha gepatit kasalligiga qanchalik foydasi bor, foyda bo'lganmi degan savollar. Keyin ayollar kasalliklariga, ginekologik kasalliklarda, mastopatiya, endometrioz, kista, miomada, shunga o'xshagan holatlarda ko'p savollar bo'ldi va qanaqa dozalarda ichish kerak, qanaqa stadiyada mumkin degan savollar ko'p uchradi. Avvalambor birinchi bir narsani iltimos qilib qolardim. O'sha birinchidan o'sha aytganimdek, hozir o'sha internet olami deydimi, elektron tizim hozirgi kunda juda yaxshi rivojlanib ketgan. O'zlariz ham bir izlanib ko'rishlari kerak. Chunki men boshida ham aytdim, har bir odam o'zi qaror qilish kerak bu narsani tanlovda. Lekin o'zim ichishim haqida ham aytib o'tganman. Hozir bugun o'sha qisqaroq qilamiz. Ichish haqida, sxemasi haqida uni alohida yana 3-video ishlamoqchiman. O'zim o'sha bitta asidini ochib, o'zim sxema tayyorlaganman bitta. O'zimning programmam bo'yicha qanday ichaman va qanday tavsiya qilganman. Uni alohida ochib videoda ko'rsataman. O'sha tomchisidan boshlab, qanaqa suvda, qanaqa temperatura, qanaqa holatda, qaysi paytda qanday iste'mol qilinadi, o'shalarni tushuntiraman. Hozir o'sha mana shu majbur bo'ldim shu videoni hozir ishlashga, chunki juda ham ko'p savol bo'lyapti. Yana o'sha ikkinchi iltimosim, bir xil kishilar chiqyapti, savol beradi, telefon qilyapti. Endi bizda vaqt masalasi qiyinroq. Har bir odamga mana bu har safar tushuntirmaslik uchun mana video ishlab qilishga harakat qilyapmiz. Chunki bemorlar bilan ishlaymiz kuni bilan ertalabdan kechgacha. Savol o'sha Telegramdan qoldiringlar deyilgan. Telegramdan qoldirgandan keyin ba'zi bir kishilar sabrsizlik qilib yozsa yozmayapsiz, nimaga javob yozmaysiz, nimaga tushuntirmaysiz, mana shunaqa har xil savollar bo'lyapti. To'g'ri tushunishga harakat qilish kerak. Biz masalan, men bunaqa narsa bo'yicha ishlamayman-da, yoki bir admin nima deydi, shu savol javoblar bo'yicha shug'ullanayotgan odam bo'lsa ekan, u boshqa gap. Endi o'sha bo'shab vaqtimizga qarab javob qilishga harakat qilamiz va o'sha savollardan kelib chiqqan holatda ko'payavergandan keyin jamlab bitta o'sha video qilib ishlashga harakat qilamiz. Chunki har bir odam bilan shug'ullanib qolayotgan bo'lsa, bu yerdagi ishlar qolib ketadi, bemorlar. Shuning uchun mana hozir savollar yig'ilib qolganligi uchun video tayyorlayapmiz. Gepatit kasalligiga shaxsan men o'zimda bo'lmagan. Ya'ni masalan, biron bir bemorni davolangan ko'z o'ngimda bo'lmagan. Lekin manbalarda keladi, o'sha gepatitga foyda ko'rganlar haqida men o'qiganman. Juda ko'p kommentariyalar ko'rdim. Yana bir ko'z yugurtirib turdim, vaqtim yetgancha foydasi borligi haqida gapirilgan. Lekin ularda ham o'zining sxemasi bor. Mastopatiyada ham shunaqa bo'lgan. Jenskiy kasallik, ginekologik kasalliklarda men qo'llaganman. Yaxshi natijalar bergan. Lekin men shu tajribalardan kelib chiqib bir o'sha umuman bir narsaga to'xtam kelgan bizaki, oldingi videolarda ham aytganman. Har bir kasallikni davolashda bizning uslubimiz shunaqa, davolashda. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, xoh gepatit bo'lsin, xoh boshqa bir kasallik bo'lsin, xoh bir gijjaga bo'lsin, yoki gipertonik davleniya masalasi, qon quyilishi va hokazo, qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar uni birinchi o'rinda tozalab qilish kerak. Sizlarga tavsiyam birinchi o'rinda. Men shunchaki u aslida foydasi haqida gapirdim. Lekin uni qo'llashda nafaqat u asidi, boshqa bir lecheniyada ham agar lecheniya qilmoqchi bo'lsangiz, avvalambor birinchi o'rinda tozalash kerak organizmni. Sababi o'sha tozalash kerak va jigarni ham, ayniqsa jigar birinchi o'rinda tozalash kerak. O'sha tozalov bilan o'zi
50% davolanamiz degani bo'ladi o'zi. Tozalash shart, chunki organizm injiq bo'lib qoladi-da har qanday narsaga. Masalan, o'sha misol uchun asidini olayotgan bo'lsak, boshqa narsalarni gapib, boshqa temaga o'tmaylik. Asidini olayotgan bo'lsak ham, unga to'g'ri keladigan bo'lsa, aynan uni ichida tozalov bo'lmaganligi uchun asidini qabul qilganda unga to'g'ri kelmay qoladi. Organizmga sirasi reaksiya kirishadi, kurash boshlanib ketadi va ichkaridagi o'sha toksinlar, shlaklar, umuman har xil parazitlar, qanaqa infeksiya bo'lsa, nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'zg'alish bo'ladi, birdaniga qo'zg'aladi. Qattiq kurash boshlangandan keyin birdan qo'zg'alish bo'ladi-da, unga organizm qanaqa holatda u bilmaysiz. Har kimniki har xil holatda. Qo'zg'alish bo'lgandan keyin yomon holatlarga olib keladi. Unga masalan ziyon, zarar bo'lmaydi, lekin odam shokka tushishni boshlaydi. Shuni ichdim, bekor ichdim, nimaga ichdim, shuni ichganda shunaqa bo'ldi, menga bunaqa bo'ldi, amnaqa ortiqcha savollar paydo bo'ladi. U bo'lishi turgan gap. Bo'lgan ham bunaqa narsa. Mana bir xillarda tavsiya qilganimda tozalab qolmasdan ichadi, toshma bosadi tanasiga, poliplarga o'xshagan bir qichimaga o'xshagan narsalar bosishni boshlaydi. Chunki tanaga urib yuboradi birdan. Ya'ni simptom bera boshlaydi. Ichkaridagi narsalarni tashqariga bildira boshlaydi. Mana shu uchun oldin birinchi o'rinda tozalov qilish kerak. Ana undan keyin boshlasa bo'ladi. Tozalovga hech bo'lmasa kamida 1 oy vaqt ketadi. Tozalangandan keyin organizm har qanday lecheniyani ham keyin boshlasangiz, ana undan keyin injiqlik qilmay. Masalan, o'sha bir sira o'sha axlatlar, umuman chiqitlar tushib tozalangandan keyin nima ichsangiz ham kurash unaqa bo'lmaydi-da. Organizmga og'ir bo'lmaydi, qiyin bo'lmaydi. O'zi tozalov paytida o'zi siz bir qiynalib o'tasiz. Tozalov paytida bir qiynalib o'tasiz. Endi masalan bizga murojaat qilsa, masalan keladi, har qanday kasalga ham boshida bir tozalov bo'lgan paytda holatiga qarab, kimgadir juda og'ir kechadi, uni kasaliga qarab, undagi ichkarida yig'ilgan toksinlarga qarab bo'ladi. O'sha bir sira azob beradi, ichkarida og'riqlar bo'ladi, ko'ngil ayniydi, kimdir davleniyasi bo'lsa, davleniyasi ko'tarilib ketaveradi. Bir sira chiqib olguncha. Ichi ham suriladi, ketadi tinimsiz bir muddatgacha va qusish ham bo'ladi. Holsizlik bo'ladi va hokazo. Qanaqadir muddat o'tib keyin o'zi his qiladi uni yengilib. Bir zaharlar bir chiqib olish kerak-da. Ana o'shalar chiqsa, keyin har qanday dorini iste'mol qilsangiz, yengil qabul qiladi organizm. Yaxshi qabul qiladi. Mana shu uchun birinchi o'rinda tozalovni men tavsiya qilaman. Endi tozalov haqidagi videolarimizni ham ishlaymiz. Uni bir kishi yozyapti, tushunmaydi-da. Tabiiy yo'l bilan davolaymiz desam, asidini so'rayapti. Asidini tavsiya qilasizmi? Bir og'iz so'z bilan yozyapti. Uni bir narsada bo'lmaydi. O'zi hozirgi kunda hayvonlar uchun chiqarilgan deb tasdiqlangan. Lekin odamlar ham ichadi uni. Yani o'sha aytganim, men ham ichaman. Endi hozir uni sizga bo'ladi deb bo'ladi deyishim uchun odamni ko'rishim kerak bo'ladi. O'rganishim kerak bo'ladi, holatini ko'rishim kerak uni. U bir so'z bilan sizga bo'ladi yo bo'lmaydi. Misol kimgadir bo'ladi, kimgadir bo'lmaydi deb yozishim mumkinmi? Shuning uchun hozir oldin birinchi tozalov qilish kerak yoki bo'lmasam boshqacha usul bilan davolash kerak. Qanday tabiiy yo'l bilan davolaymiz? Siz qanday qilib davolaysiz? Tabiiy yo'l bilan davolaymiz. Tabiiy dorilar. Qanday qilib davolaysiz yana? Uni davolayotgan odamni biz o'qitmaymiz-ku, biz o'tqistirib olib, sizga mana bunday bu, bunaqa ichki sxemalarini qilib beramiz. O'sha ichki sxemalarni gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bitta odamga endi biz tushuntirib, endi u odam bilan men alohida shug'ullanishim uchun kamida bir hafta kerak bo'ladi, u tushunib olish uchun. Shuning uchun ham biz mana videolarni imkon qadar ishlashga harakat qilyapmiz. Mexanikani tushuntirish yoki tibbiy madaniyatini ozroq oshirish uchun. Lekin har bir odamga bitta tushuntirishga unga vaqt yetmaydi. Tushunmasligi ham mumkin. Lekin qisqa lo'nda aytamiz, tabiiy yo'l bilan mana bunaqa giyoh bu, mana bunaqa dori bu, mana bunaqa 3 kun ichasiz, mana bunaqa holat bo'ladi sizda, sababi mana bunaqa bo'l. Yana qanaqa, nimaga, nima uchun? U turishda bizning kuchimiz yetmaydi.
yoki bizada unaqa o'quv kursi yo'q. O'quv kurs bo'lsa ekan, u bizga tushunsa bo'ladi. Yo'q, siz kurs achishingiz kerak, tushuntirishingiz kerak, aytishingiz kerak. Biz aytishimiz mumkin, nima beryapmiz, qanaqa giyoh beryapmiz, halolmi, harommi, tozami, toza emasmi, tabiiymi, tabiiy emasmi, qanday ta'sir ko'rsatadi. Bu shu, nimaga ta'sir ko'rsatadi? Uni qanaqa qilib beryapmiz? U har bir odamga individualniy shug'ullanamiz. Masalan, bunga berilgan doza unga boshqa odamga berilmaydi. Yoshi kichikroq, yoshi kattaroq, qari, kasaliga qarab. Nimaga unga, nimaga bunga u o'zi tushunarli. Endi ko'pchilik bu narsani o'zidan bilib nima qiladi? Yani hammani shunaqa demayman. Bir xil ba'zi bir odam shunaqa savol bilan charchatib qo'yapti-da. Agar sal qattiqroq gapirsak, javob yozmasangiz, sirazi sansirab yozishni boshlayapti-da. Javob bermasang nimaga aytasan, nimaga tavsiya qilasan, nimaga javob bermaysan, mana shunaqa holatlar. Endi o'zi avvalambor ularni menimcha endi o'sha to'g'ri tushunsa bo'ladi. Endi shu kasallik nima deydi, dardga yengil bo'lgan odamlar birdan tushkunlikka tushib qoladi-da, depressiya holatiga. Ruhiy holati buziladi. Tushunishga harakat qilamiz, lekin baribir biz ham odammiz. O'shalarga aytayapman, endi to'g'ri tushunishga harakat qilish kerak, sabr qilish kerak. Yoki bo'lmasam, agar shunchalik nima bo'layotgan bo'lsa, mana o'sha navbatga yozdirib, kelib, uchrashib, ko'rib, maslahatlashib, gaplashib ketsa bo'ladi. Unda u boshqa gap. Bu telefon orqali podrobniy u narsani gaplashishni iloji yo'q. Endi aslida ikki fraksiya, yana bitta narsa o'tgan videoda aytdimmi yo'qmi, men eslolmadim. Davleniyasi bor odamlarga bo'lmaydi. Davleniyasi baland yurayotgan odamlarga bo'lmaydi. Shuni yaxshilab eslab qolish kerak. Sababi qon quyilish ularda ko'p bo'ladi. Aslida 2 ichgandan keyin qonda quyilish holati bo'ladi. Uzoq muddat ichganda, o'sha oldingi videoga aytganman. Qonni suyultirish. Bu ham boyagi holatga kelyapti-da. Demak, davleniyasi bor odamga bersa bo'ladi. Faqat nima qilish kerak? U birinchi etaplari bor. Ya'ni asligacha olib boradigan etaplar. Uni birinchi davleniyasi bilan shug'ullanish kerak. Uni ichini boyagini tozalab qilish kerak, kasallik kelib chiqishlari bilan shug'ullanish kerak, qonni suyultirish kerak, sosudlarni kengaytirish kerak, tozalash kerak, xolesterin, trom и так далее. Ana undan keyin agar unga asidni beradigan joy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni boyagi yara holatlari, yazvaga o'xshagan holatlar bo'lsa yoki rakka o'xshagan holatlar bo'lsa, ana undan keyin tavsiya qilinadi qo'shimchasiga. Lekin endi aslida hamma narsaga berilaveradi va hammaga bo'laveradi degani emas. O'sha har bir odamga tayyorlanish kerak. O'sha boyagini tozalab qilish kerak bo'ladi. Keyingi videomizda xudo xolasa vaqtimizga qarab harakat qilamiz. Aslida ikkini ichishda, lekin birdan ichishni tavsiya qilmayman. Agar masalan profilaktika uchun ichmoqchi bo'lsa, normal, sog'lom odam masalan kasal bo'lmasligi uchun, immunitet ko'tarib yurish uchun ichmoqchi bo'lsa, ularga balkim bo'ladi boshlashga birdan. Lekin qandaydir bir kasallik ularga xuruj tutgan, og'ir ahvolda bo'layotgan bo'lsa, ularda yana bir tozalab qilish kerak. Endi ba'zi bir xillar chiqyapti, o'sha ovqat yemaydigan darajaga borgan. Ya'ni o'sha rak kasali bo'lgan. Aslida bersam bo'ladimi deyapti. Men aytayapman, unga baribir bir sira tozalab qilish kerak, hech bo'lmasa ishqor berish kerak, mana shunaqa bir sira ichini. Chunki unaqa kasal bo'lgan odamga har xil dorilarni tiqib tashlaganlar-da butun tanasiga, organizmiga. Unga hozir bir aslida bersa unga bir nojo'ya holat bo'lishi imkoni balandroqda. Bir holat bo'lsa, keyin kim aybdor? Shu falonchi tabib tavsiya qilgandi, beruvdik. Bekor beribmiz, ana shu holatga ekan, mana bunaqa holatga ekan, mana bunaqa bo'libdi. Endi shu sabab bekor berdik, aslidini ikkini biz degan gaplar bo'ladi. Ya'ni tabobatni qoralashni boshlaydilar. Shuning uchun uni tavsiyani qila olmaymiz. Biz maslahat so'ragandan keyin u bunaqa narsa-da, xuddi sehrli palchga o'xshagan narsa emas davolanish. Hijomani ham xuddi shunaqa odamlar tasavvur qiladi-da, shu keldi-da, bo'lib shu bilan yaxshi bo'lamanmi deydi bitta olgandan. Hozir yaxshi bo'ladi, keyin hozircha yengil bo'ladi, yaxshi bo'ladi, ochiladi ayni paytda, bonus beradi, imkoniyat beradi. Ya'ni bir o'sha
hiltlarni o'sha bir chiqarib tashlagandan keyin demak уже bo'ldi ichi surish kerak, tozalab уже dальше davom ettirish uchun shug'ullanish kerak ichini bilan. Hecham shunchaki bir muddat beradi sizga o'sha paytda. Yana bir muddatdan keyin yana boshlanadi. Nimaga sabab? Chunki ichkari tozalangani yo'q. Kasallik kelib chiqishi bartaraf qilingani yo'q. Shu narsani tushunib olish kerak. U sehrli palchka emas yoki bir sehrli suv emas. Bir qultum ichdiz yoki 4 marta ichdiz, yaxshi bo'lib qolasiz. Buni to'g'ri tushunishga harakat qilish kerak. Salomat bo'linglar.